Mana bu imperiyadan kelgan, shu o'tgan tuxum kelib, mana shu bitta qoluvdi. Yozga to'ldi, o'lkari 15 oylik bo'ldi, tulab chiqdi o'tgan, kechki edi. 5 kilo, ha, 5 kilo. Endi bir 100 gram, 200 gram yeb tashlab, o'sha bekortini qilyapmiz. Xudo xolasa, yaxshi bo'ladi. Kulesi yaxshi yine ekan-a? Cho'likni. Patpoylar kelarkan, patpoylar. Ama o'sha ikki kroza qilgan ama. Nima, qonatda tashqariga olib yo'lkasini qo'shib qo'yadi, bari yutganlar. O'tganda stoykasidan tortib hamma yo'q, denuqson bo'ldi. Ayolma turishi o'ta go'zal ekan. Bu o'rnidan zotganlar o'sha. Do'qonachilar rozi qarang, chiroyliligi. Bu qanaqa bu? Bu o'sha karislardan bu ham. Bu ham karislardan. Bu mayi jo'jasi buni o'zimizga yangi qon qoladi. Har bitta yarimta o'zimiz ham olamiz. Yaxshi pulga olganmiz. Ya'ni makiyonlarga bir to'pon bo'lib qolmasini olib keldik. Xudo xolasa bolalarni chiqaramiz. Ular tuxumlari ham bor. Tuxumlari bor. Tuxumni ham o'zini ham sotamiz. Tuxumini sotamiz. O'zini yaxshi puli bo'lsa sotamiz. O'zini? Arzonchi emas, lekin o'zim yaxshi pulga olib kelganman. Buni o'ta tikka xo'rozlar ekan. Yoshi yetirib 5 kiloda o'ynaydi. 5 kiloda o'ynaydimi bu? Hozir ham to'layapti. O'ta niyoratli. Hurmatli obunachilar, bemalol olmoqchi bo'lsanglar, albatta ekran ostida raqam qo'yamiz. O'sha aytayotgan raqamga Telegram, WhatsApp bor. Dastlabkilarni qilib beramiz. Xudo xolasa kelishilgan holda. Bo'ldi. Bu yerda zotiga garantiya ekan, xudo xolasa aytishlari bo'yicha. Buni ham tuxumi ham bor, ham sotiladigan olmoqchi bo'lsanglar, kattaroq pulga ekan, o'shuning uchun uni usulga olib kelingan. Ha, bo'ldi.